Rossiyaga chiqadi, Rossiya orqali Suriyaga borib, urushda qatnashib, kelyapti, qamab qo'yadi. O'zbekiston fuqarosi. O'zbekiston fuqarosi. Rossiya davlatiga boryapti, Rossiya davlatidan Suriyaga o'tib, Suriyada o'sha jangovar harakatlar amalga oshirib, O'zbekistonga qaytib kelyapti. Albatta, bu holat bo'yicha endi qamalish yoki qamalmasligi uni tergov va sud organlari hal qiladi, lekin Jinoyat kodeksi bo'yicha, qonunchiligimiz bo'yicha u shaxs jinoiy javobgarlikka tortiladi. Sababi Suriya davlatiga borish, misol uchun, borib o'tdi jangari terroristik guruhlarga a'zo bo'lib turib, jangari harakatlarda agar ishtirok etgan bo'lsa, unda jinoiy javobgarlik masalasi bor u holatlar bo'yicha. U bo'yicha Jinoyat kodeksi bo'yicha tegishli moddalari bilan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni sodir qilganlikda ayblanishi mumkin. Lekin degan joyi bor. Pushaymonligini bildirib, O'zbekistonga qaytib kelib, men pushaymon bo'ldim, men adashimman, noto'g'ri ish qilinman deb pushaymonligini bildirib qaytib kelib, qonun oldida agar misol uchun aybini tan olib, qo'pol gapirganda qo'lini ko'taradigan bo'lsa, davlatimiz ularga nisbatan yengillik yaratib beryapti. Ya'ni Jinoyat kodeksining 57-moddasida ko'rsatilgan yengillashtiruvchi holatlar bo'yicha jazoni eng kamidan ham kamrog'iga tayinlashi mumkin sudlar tomonidan.